HUSD parasiga biz analiziga signal berdik. 4030 va 4036 narxlaridan kirish bo'ladi. Take profitimiz 4020 va 4015. Xo'p, sababi nimada? Sababini tushuntirib o'taman. Para HUSD time frame 1 soatlik, itak analizimizda umumiy holati ko'rishingiz mumkin. Yana qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Xo'p, narx kecha qulagan, qulagan joydan biz sell ham buy ham ishladik. Xo'p, imенно shu joylardan mana ko'rishingiz mumkin 4007, 4008 dan 4014 gacha bemalol qarshilik zonasi bo'lgan. Imенно shu qarshilik zonasini tilla buzish uchun taxminan 7 yoki 8 soat vaqtini sarflagan. Range holatida yurib turib, keyin buzgan. Buzish holati ham dojistar bilan buzmoqda. Imенно shu holat bo'yicha biz sell berganimiz sababi mana bu joyda 4030 va 4036 narximiz mana bu joyda qarshilik zonasini o'rnini bajaryapti. Mana bu 4030 va 4036 примерно shu atrofida. Именно shu holat bo'yicha biz 4000 hozir narx belgilab ko'rsataman sizlarga. Именно shu joyimiz biz uchun qarshilik zonasi hisoblanadi. Hozir ko'rganingizdek 1 soatlik time frame da yana doji shakllanmoqda. Tak mana shu joydan keyin biz bozor strukturasini o'zgartiradi va selga qarab yurganda 4015 bekarga olinmagan. Imенно shu qarshilik zonamiz endi support vazifasini bajaradi. Supportdan biz yana dalshi bo'lishi take profit olamiz, bozordan chiqamiz. Keyin bozorda holatiga qarab buyga yoki selga ketishini taxmin qilgan holatda yoki analizimizni ko'rib chiqqan holatda biz dalshi yana bozorda davom ettiramiz. Hozircha bizda shular. Kanalda qoling, kanalga obuna bo'ling, bizni aktivni kuzatib turing. Yaxshigina natijalar